Xalq deputatlar Jahon Muhammad Kengashining 13 sessiyasini ochish to'g'risida sizlar qanday takliflar bor? Rahmat, sizlarga takliflar tushyapti. Hozirgi yozda Qarshida betaraflar yo'q. Sessiyani ochishga da'vatlamoqda. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-moddasiga binoan biz sessiya hokimi saylab olishimiz lozim. Endi ikkinchi referendum saylovi o'tkazilgan saylangan deputat Mahmudov Xoliyevichni sessiya hokimi saylash taklifini kutaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Mahmudov Xoliyevichni sessiya hokimi sayladi. Hurmatli deputatlar, bugungi xalq deputatlar Jahon Muhammad Kengashining 13 sessiyasini kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklifga kun tartibiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Endi sessiyani ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Mavzu uchun 10 minutgacha, savollar uchun 3 minutgacha, ma'lumotlar uchun 3 minutgacha vaqt ajratib muddatlar masalalarni ko'rish kerak. Muddatdagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 25-27 martdagi qarori qanday joriy yilning 3-oyog'ida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tumanda huquqbuzarlikni oldini olish va ularning profilaktikasi qilib jamoat xavfsizligidan shuningdek korrupsiyaning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida. Ma'lum uchun so'z Jahon tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Qo'ng'irov Mirzo. Assalamualaikum, hurmatli deputatlar va yig'ilish qatnashchilari. Xabaringiz bor, so'nggi 8 oy davomida so'nggi 8 yilda muhtaram prezidentimiz rahbarligida mamlakatimiz olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida ulkan islohotlar amalga oshirildi. Buning natijasi avvalo inson qadr-qimmatlanib, mahallalarda xavfsizlikni yaratildi. Eng muhimi ichki ishlar organlariga yelkador sifatida boshqa idoralar keng jamoatchilikni xizmat etilishi natijasida hududlarda tinchlik ta'minlandi. Endilikda xodimlarning kunlik faoliyati xalq manfaatlariga xizmat qilish, tamoyil asosida mehnat oqibatlari bilan kurashish emas, balki ularning sodir etishiga yo'l qo'ymaslik va barvaqt oldini olishga qaratildi. Hurmatli deputatlar, ruxsat bersangiz, ma'zur bo'lsa 9 oy davomida tuman ichki ishlar organlaridan amalga oshirilishlarga to'xtalsin. Tuman hududida o'tkazilayotgan kompleks tezkor profilaktik tadbirlar bilmagan vaziyatning barqarorligini ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratilmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2025 yanvar kunidagi O'zbekiston qarorining ijrosini ta'minlash natijasida 9 oyda tumanda 66 mahallaning 70%, ya'ni 50tasida birorta ham bino sodir etishga yo'l qo'yilmadi. Qizil mahallalarning o'tgan yilning mos davriga nisbatan 89%, ya'ni ko'pchidan kamayishga erishildi. Jami 66 mahalladan bittasi, ya'ni qizil, 15tasi sariq, 50tasi 75% yashil toifaga kirgan.
66 mahallalarda xizmat olib boruvchi davlat inspektorlar tomonidan 16.218 xonadonlar o'rganilib, jinoyat va huquqbuzarlik sodir etilishiga moyil yoxud huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 8.711 nafar shaxslarga xulosalar berildi va ularning 5.922 tasiga qo'shimcha xulosalar tuzilgan. Hozirda hokim yordamchilariga berilgan 1.938 xulosadan 1.994 tasi yoki 77%. Xotin qizlar bolalariga berilgan 1.666 xulosadan 1.986 tasi yoki 89%. Yoshlar yetakchilariga berilgan 1.888 xulosadan 1.525 tasi 81%. Ijtimoiy xodimlarga berilgan 982 xulosadan 759 tasi 78%. Soliq inspektorlariga berilgan 118 xulosadan 35 tasi yoki 30% qanoatlantirilgan. Mahalla faollariga berilgan xulosalar natijasida 2135 ta muammolar bartaraf etilgan. Shuningdek, tuman hokimi va ishlar bo'limining hamkorlikdagi dasturni ishlab chiqilib ijroga qaratilgan. Hamkorlikda olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar natijasida tan jarohati jinoyatlari o'stirib 15 ya'ni 1%, oilaviy zo'ravonlik 67% ga kamayishiga erishildi. Jinoyatchilik bo'yicha 9 oyda tumanning 114 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilib, ushbu jinoyatlar tumanda 40% ga, ya'ni 150 tadan 79 ga kamayishiga erishildi. Har 100 ming aholiga 71 tadan jinoyat sodir etilishi to'g'ri keladi. Ayniqsa, Prezidentimizning oldingi qarorlari asosida ishlaganlik natijasida mahalla hududida old olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar 69% ga, 87 tadan 27 taga kamayib, bu ko'rsatkich viloyatda ikkinchi o'rinda tumanimiz egalladi. Jinoyatlar turlaridan bezorilik 20%, o'g'irlik 57%, og'ir tan jarohati yetkazib 60%, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazib 69%, firibgarlik 15%, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 13% ga kam sodir etilishiga erishildi. Alohida toifadagi shaxslar, jumladan ayollar jinoyati 39%, yoshlar jinoyati 17%, guruhlar jinoyati 20%, muqaddam sudlanganlar jinoyati 33%, voyaga yetmaganlar jinoyati 21% ga, mast holatda 33% ga sodir etilishiga kamayishiga erishildi. Shu bilan bir qatorda og'ir jinoyatlar, qotillik jinoyati 2025-yil 9 oy davomida o'tgan yilga nisbatan 100% ga oshishiga yo'l qo'yilgan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 9-aprel kuni soat 8:00larda Jabrdiyda tumani Dehqonobod mahallasida yashovchi 85-yilda tug'ilgan Ananazarov Sodiq Gulinovich uyida xotini 89-yilda tug'ilgan Jolqulova Nargiza ishtirokchilar bilan ilgaridan davom etib kelayotgan nizo sababli janjal vaqtida qo'lidagi o'qni pichog'i bilan xotinining Jovliyevaning chap bel va turli joylarida tan jarohati yetkazish natijasida mazkur yetkazish natijasida 27-25 orqali tasdiq qilish orqali 37 bilan jinoiy qo'zg'atilgan. Bu oila ijtimoiy profilaktik obyekt sifatida xulosalar berilmaganligi oqibatida ushbu qotillik sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Holat bo'yicha profilaktik inspektor va agentlikda xizmat tekshiruvi tayinlanib, kerakli ijroiy choralar ko'rildi. Tuman hududida o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar davomida 19 ta giyohvandlik bilan bog'liq holatlar aniqlanib, jinoyatchilardan 200 grammdan ortiq turli giyohvandlik moddalari olingan. 25 nafar shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, 10 ta qo'shmachilik qilish, 8 ta poraxo'rlik, 1 ta ekstremizm bilan, diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar, 3 ta qamoqxona tashkil etish,
ya'ni jinoyatchilik xavfidan kelib chiqib, kelgusida kirmagan vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish maqsadida quyidagi yo'nalishlarda ishlashimizni jadallashtirishimiz kerakligini aytib o'tsam. 9 oy yakuniga ko'ra tumandagi bitta mahallalar qizil toifada qolgan. Jami 36 ta mahalladan bittasi qizil, 15tasi sariq, yashil toifada 50tasi kiradi. Taqdirlarga ko'ra jinoyat qo'shgan mahallalarning asosiy qismi tumanning markazida va markaz atrofidagi joylashgan mahallalarni tashkil etadi. Endilikda mas'ullar joyiga borgan holda mahallada jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha qo'shimcha kuch vositalarini ajratib, har bir mahalla bo'yicha Prezidentimizning qarorlari asosida yo'l xaritalarini ishlab chiqib joyga qaratadi va yil yakuniga qadar shu mahallalarni xavfsiz hududga aylanish choralari ko'riladi. Tuman hokimligi va tuman rahbarlari haftaning har payshanba kuni profilaktika kunida profilaktika inspektorlari bilan shaxsan uchrashib, ularning muammolari hal etilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda tumanimizda jinoyatchiligida yoshlar jinoyatchiligi bilan keskin sodir etilishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilayotganiga bir paytda ayrim yoshlarimiz to'g'ri yo'ldan adashib, xatoga yo'l qo'yib barchamizni tartibga solmoqda. Xususan 9 oyda tuman hududida yoshlar tomonidan 37 ta, bu yilda 45 ta bo'lgan, bu yilda 37 ta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Ma'lumot uchun aytib o'taman. 2025-yil 1-may kuni soat 20:30larda tumanning yangi turmush mahallasida yashovchi Normat Muslimbek Alisher o'g'li o'zi yashaydigan mahalladan o'tuvchi avtomobil yo'lida o'ziga oldindan tanish bo'lgan Qo'qon tumani Achamayli mahallasida yashovchi Po'lat Sunnatullo Boshi o'g'li bilan o'rtalariga kelib chiqqan o'zaro kelishmovchilik sababli tortishib, janjallashib, janjal vaqtida Normatning qo'lida bo'lgan tosh bilan Po'latning o'ng qo'liga qasddan sodir etgan jinoyat tufayli og'ir jinoyat kelib chiqishga sabab bo'ldi. Mazkur holat bo'yicha Ichki ishlar tomonidan Normat Muslimbek Alisher o'g'liga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 1-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi bo'yicha 9 oyda tuman hududida 17 nafar, voyaga yetmaganlar tomonidan 11 ta jinoyat sodir etildi. Jinoyat sodir etganlarning voyaga yetmaganlarning 24%ni o'quvchilar tashkil etadi. Taqdirlardan ko'rinib turibdiki, kelgusida ishlarni jadallashtirib, voyaga yetmaganlarga yetarli darajada e'tibor qaratib, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida zarur choralar ko'rishimiz lozim bo'ladi. Misol tarqatib aytib o'taman. Ma'lumot uchun O'zbekiston mahallasida yashovchi Ordayev Boylik Erkinoğlu tuman yurti boshlig'i nomidan ariza bilan murojaat qilib, arizada 2025-yil 27-may kuni tumanning tijorat bozorida savdo do'konida noma'lum shaxslar 3 million so'm pullarni o'g'irlab ketgani haqida ariza bergan. Tezkor surishtiruvlar natijasida mazkur holatni 2011-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan tumandagi 2-maktabning 8-sinf o'quvchisi Nurberdiyev Asadbek Berdiyev sodir etganligi aniqlanib, dalil ashyolar olingan hamda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yoshlarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, ma'naviy dunyo qarashini mustahkamlash uchun belgilangan vazifalarni amalga oshirish, jadallashtirish lozimligi ko'rinib turibdi. Ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning tahlili to'g'riladi. Joylarda ko'plab muammoli masalalar saqlanib kelayotganligi dalolat bermoqda. Jumladan, tumanda 12 nafar ayollar tomonidan 14 ta jinoyat sodir etilishi qayd etilgan. Ayollar tomonidan qotillik bitta, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bitta, o'g'irlik 3 ta, firibgarlik bitta, 8 ta boshqa turdagi jinoyatlar. Kelgusida ayollarning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, muammolarini hal etish, ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida bir qator profilaktika tadbirlari amalga oshirib borilmoqda. Joylarga o'tkazilgan o'rganishlar yakuniga ko'ra ushbu toifadagi fuqarolar bilan har kuni ishlashga mas'ul bo'lgan mahalla raisi, xotin-qizlar faollar ham ushbu raqamlardan bexabar bo'lib qolmoqda. Shundan kelib chiqib, aynan mana shu nizosi bor fuqarolar bilan quyidagi tartibda ishlar olib boriladi. Sudlarga turli nizolar sababli mol-mulk, vorislik, ota-onalik, uni belgilash, yer, avtomashina, qarz oldi belgilarini murojaat qilgan fuqarolarning mahallaviy ro'yxatini shakllantirib, mahalla yetkazilari bilan birgalikda ularning muammo
muammolarni yechish masalasini oldinga surishimiz lozim bo'ladi. Nizomning mazmunidan kelib chiqib, ichki ishlar organlariga xat kiritgan. Ularning asosida har bir nizoli oilalar o'rganib chiqib, himoya orderi beriladi va psixologik ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, 2025 yil 16 mart kuni soat 16:30 tumanning Nurdiyor mahallasida yashovchi kishi Ergasheva o'zining yashash xonadonidan qaynisi Ravshan va Mahsuna Nodonning qizi bilan o'rtalarida kelib chiqqan o'zaro nizom tufayli qo'rqishib janjallashib qolishadi va Ergasheva qo'lida bo'lgan oshxona pichog'iga qaynisini Ravshan bilan qo'l sohasiga bir necha bor tanishib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vaholanki, ushbu oila bir necha bor profilaktik inspektor tomonidan turli xil janjallar tufayli olib chiqilib, mahalliy yechimlarga muhokamaga qo'yilgan. Xulosalar berilgan. Lekin xotin-qizlar tomonidan ushbu oilaga yetarlicha ijtimoiy himoya yoki yordam va muammolarni yechish masalasida ko'mak berilmagan. Ruxsatlaring bilan tumanimiz hududida sodir etilayotgan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida ham to'xtalib o'tsam. Tumanimizda hozirgi kunda yo'l avtomobil harakatlari avtomobil yo'llari harakatida inson xavfsizligini ta'minlash har doim ham muhim vazifalardan biri hisoblangan. Taqdirlarga ko'ra 9 oyda tumanda sodir etilgan jinoyatlarning 25% yo'l transport hodisalari tashkil etgan. Bu hodisalar 13 o'lim bilan bog'liq. Bunun yo'q ikkitasi tan jarohati bilan bog'liq holatlar qayd etilgan. Joriy yilning 9 oyida muhtaram Prezidentimiz huzurida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash infratuzilmasini yaxshilash va tirbandliklarni qonunni kuchaytirish chora-tadbirlari borasida belgilab berilgan har bir vazifa va topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida barcha imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Tumanlar yo'l harakati bilan bog'liq hududlar va turli hodisalarni oldini olish maqsadida avariya o'choqlari bo'lgan. Hududlarni saqlash tadbirlari kuchaytirilmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'taman, avariya o'choqlari tumanimizda hozir eng ko'p yo'lda xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'lining 1557 kilometrida tumanning Qo'zaqiston muhitida to'g'ri keladi. Ikkinchi avariya o'chog'imiz davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'lning 454 kilometr oraligi tumanning Qo'shtepa hududida to'g'ri keladi. Qoida buzarlarda hozirgi kunda chora-tadbir belgilaganmiz. Muntazam ravishda buzayotgan qoida buzarlarni har bittasida avtomashinalar boshlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rilgan. Shuni aytib o'tishimiz joizki, joriy yilning 9 oyida transport vositasi boshqargan 9 nafar qoida buzarlar haydovchilar aniqlangan. Ular bo'yicha to'plangan hujjatlar asosida jinoiy ishlar bo'yicha tuman tomonidan 3 nafarning haydovchilik guvohnomalari va transport vositalari jarohatlanganlarga ko'rsatilib, haydovchilik guvohnomalari bekor qilingan. Tuman hududida bir yil davomida 5 o'ndan ortiq qoida buzarlik sodir etgan fuqarolar 151 nafarni tashkil etadi. Sodir etilgan yo'l transport hodisalarini yanada kamaytirish, ayniqsa o'lim bilan bog'liq holatlarni oldini olish maqsadida ularning har birini kelib chiqish sabablari va sharoitlari to'liq o'rganib, mas'ul tashkilotlar va idoralarga takliflar kiritildi. Hurmatli tez ishtirokchilari, ularning barchasi mamlakatimizda jinoyatchilikni jilovlash bilan bog'liq faoliyat doimiy ravishda parlament va deputatlik nazoratida ekanligidan dalolat beradi. Albatta, mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlashga sizning hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz. Bugungi ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha sa'y-harakatlar mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, xalqimizning mushkulini oson qilish, turmush darajasini yaxshilash hamda jamoat xavfsizligini shakllantirish alohida e'tibor qaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, hozir reglamentdan chiqsa juda batafsil axborot berib so'zlarimiz hamma yo'nalish bo'yicha
takliflar, savollar bormi? O'sha juda ko'p tinglayotgan nimalar bor. Ko'p fuqarolar mana Guliston Angor yo'lida Qo'shtepadan maktabga olib ko'proq yo'llarga masalalar buni tezlikda kamaytirayotgan yo'lni qo'ying, yo'llarga qo'ying. Buni qanday bo'ladi? Bu bo'yicha rejalashtirib chiqamiz. Takliflarimiz ham bor. O'sha buni xalqlar kengashi tasdiqlash uchun qarashamiz. Asosiy e'tiborimizni nazarlarga qaratishimizni oxirgi paytlarda o'zi oqibat bilan kurashga to'g'ri kelib qolyapti. Nazar bilan o'sha qismida to'xtaganimiz bilan sekinlashyapmiz. Qolgan yo'l qatnov qismida notikislar tufayli muammolar ko'p qoldi. Ular bo'yicha men bu yerga qatnovga yo'l qurilishga rahbarlar orqali bundan tashqari shu yo'llarimizda o'sha to'siqlar tashkil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqib yo'llar belgilab chiqamiz. Buni kerak tashkilotlar to'g'ri yo'llarni yaratdi. To'siqlar tashkil qilsak aytaylik maktablar oldida bundan tashqari yo'llarimizda ayrim yo'llarimiz bor. Yo'llarimiz ravon tekis yo'llarimiz hozir xaritasiga o'sha notekislar, sun'iy notekislarga tashkil qilib peshobodni chizib beradigan bo'lsa, nazarda olmoqda samarali natija. O'sha narsani ham qilishimiz kerak. Sun'iy notekislikka ishqobga buni muazzam tezroq kirgizsak-da, shuni biletda taqiqlangan joylarga mashina qo'yishdan qarorini chiqarishimiz kerak. Buni ham sessiyadan muhokama qilishimiz kerak. Unga kirmayapti farq. Nima kirmayapti shu masala? Bo'lmasa shuni mana bozorda atrofimiz bor, maktablar bor, boshqalar bor. Hammasini tartib bersangiz, keyingi safargi sessiyada shuni ko'rib chiqib, juda ko'p e'tiroz bo'lyapti. Mana Guliston mahallasidan chiqadi. Endi to'g'ri tushunish kerak. Bitta maktabni o'rniga qo'ygan bilan boshqa joyga kelsa, yo'q aytgan. Shunaqa borib sekinlashib o'tadi. Nima yechimi bor? Bu bo'yicha o'sha takliflarimiz tayyor. Qo'shimcha fikrlar yo'qmi? Yo'q, marhamat. Bo'lsa deputatlarda ko'p duch keladi, menga ham telefon qiladi. Shunday masalalarda Makroska masalasi bo'yicha bozorlar taraflari mashina to'qnashuvlari gariga biz qaytganimizda qurilish bo'limini qatnaymanman. Departament qatnaygan qurilish bo'limini chiqamiz. katta mashinalar to'xtaydiganda aytayapsizlarmi? Mumkin emas. Shu haqda gapiryapmiz. Belgi bo'yicha gaplashyapmiz. Bozor atrofida. Shuni endi beraman deyapti. Shuni ma'nosi faqat aziyatli. Ichki ishlar xat berish kerak. Ichki ishlar xat berib qo'yibdi. Xat berganmi? Farhod? Xat registrga qo'yganimizda 4 oy oldin berilgan katta. Bu hozir muddat o'tib qoldimi? Bu yerda Shokirlikning ham xatosi bor. Doim aytamiz mana shu yerda o'sha masalalar bo'yicha kirgizildi. Bular hozir xat bergandan keyin bular regulyationga qo'yilsa, to'g'rimi? Xalq o'zining fikrini olib, foydalanib, keyin regulation bilan ijro etgandan keyin sessiyaga kirgizib tasdiqlashimiz kerak. Endi unda qonroq edi. Hozir Mirzo degan aytgani bo'yicha keyinroq qilib, hamma joyda tanlab olaylik. 9-yo'nal Qo'shtepadagi maktab olib qolmasin. Bu yerda fuqarolar juda ko'p chiqadi. 18-maktab Mas'altepadagi ko'p chiqadi. Angor yo'lidagi 3-4 mahalla juda ko'p chiqadi. Arshin Navoiy juda ko'p chiqyapti hozir. Shu masalalarni hamma
masalan inobatga olib hozir uzoqdagi 3-4 kun bir hafta yana ishlab kirishsa, sen tezroq regulashingga qo'yib, keyingi sessiyaga buni olib kirishimiz kerak. Shuni hisobga qo'yasizda. Marhamat. Yaxshi mavzu bo'ldi. Mana bu haqiqatan ham o'zimizda hammasi yetishdi. Shu chiqaversa shahar bozor ko'chasi bozor alohida chiqaversa, endi shunday tushuntirsa bo'ladi. Ular peshqo'l bor. O'zimiz ham shu joyda men o'zim 8 ishladim. O'tayotganda peshqo'l kelib qaramaydi. Transportda ko'pinchada bolalar shu katta yoshlarga o'tishib chiqmayapti. Maktab borganimizda masalalar ko'tarishdi. Baribir peshqo'l qo'ymaydi. Lekin shu yerga biron bir yana bir chorasini qo'yish kerakmi? boshqa tomondan chiqyapti. Yo'q. Bu tomondan qilmagan. Ichki prezident Kanal bo'yida bu bo'yicha chora-tadbir belgilaganmiz. Yo'lda qismida Yevrosektorni bo'lish qismini yo'nalishini boshqarib bozorga o'tkazilgan. Bu chora-tadbir siz aytgan joyda ham sun'iy tuz Uni sening notekislik qilsa, shunda bir sekinlashib o'tadi-da. Agar ishqot bo'lgan bilan sun'iy notekislik bo'lmasa, o'tib ketaveradi demoqchisiz. Endi ikkinchi darajali davlat ahamiyatiga ega bo'lmagan yo'llarda hammasida bizlar belgilab chiqqanmiz qizil tochkalarni. Men ular bilan tezkor qaror kiritib beraman, xatlarni o'tkazib beraman, bu masalani yechiladi. Endi inspektorlarimiz shu yo'llarga yurgani bilan faqat oqibat bilan kurashyapti. Siz ichimlik ichgani bilan, tezligi oshirgani bilan ko'pchilik qismlar mana hozir muammo chiqayotgan narsa. Elektromobillar, yillardan skuterlardan murabbiylar juda muammo chiqyapti. Hammasi murabbiylarni haqiqiy va kambag'allikdagi qarorimizni banklarimizni bergan murabbiylar hujjatli. Endi ulardan bo'layotgan avariyalar Banqon tumanida sodir bo'ldi. Murabbiyda o't ayol ustidan olinib ketib, qattiq muhokama sabab bo'ldi. Sababi yo'ldagi odamlar boshqalarni u yo'q, uni akademik. Hozir mana yo'qyapti, olib kelingan jarimalar o'tkazilgan yarmi skuter bilan birlikda hammasi kambag'al. Ular 5 hafta jarima qilgan bo'lsak, o'zi kambag'allikdan chiqara olmayapti. Bu muammoni men viloyatga berganman, hozir ishlab chiqyapti. Hamma tumandagilarimizni bir joyga o'sha hujjatlashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Yana bitta masala bor edi, tushuntirsangiz. Mana shu 14 marta borgan, uchrashuvga borganimda u yerda jamoalarga aytishyapti, haqiqatan ham to'g'ri. 14 maktabga qatnaydigan bolalar mana o'zi Qizil mahallasida o'zida shu temir yo'lning tomon tomondan yashaydiganlar, kanal bo'yiga ular shu asosan mana nimadan televizordan kelish kerak bu. Ular vagonlar tagidan o'tib demoqchi bo'lganimiz shu temir yo'lga osma ko'prik. O'shanda agar iloji bo'lsa shuni bir nimaga dasturga ham kiritib turish kerakmi deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik tumanlarda ham bor, yo'q tumanlar ham bor. Endi biz tumanlarga qo'ysa aholiga ham o'quvchilarga aylansa osonroq bo'lardi. Osma ko'prik masalasi ruxsat bersangiz. Masofa juda yuqori, uzun. Osma ko'prik qisqaroq bo'lganda qilish mumkin. Temir yo'lda. O'sha balandlikda temir yo'lda osma ko'prik o'tkazish bolalar ustida yurishi ham noqulay edi va xavfsiz emas bu narsa. Bu bo'yicha endi belgilarni biz ko'ramiz. Osma ko'prik qo'yish qiyin. Yo bo'lmasa to'g'ri aytyapti-da. Har xil yozib olsa, temir yo'llariga qattiq kerak-da. Shu tomondan kelayotgan odamlar o temir yo'lda vokzal tomonida setka bilan Yevrosetka bilan shuni yoqlashsa, o tomon. Bitta tomondan xod bersa. Shunda mana bu prezident oldi bormi boshqotaydi. Yo'lda shunday kelib shunday o'tsin-da, shunday qaytib yo'q qilsin-da. Shuning uchun uni qilsa bo'laydi desa, hozir yetkazaylik. Yoz shuni. Bitta xat chiqarib oladi. Yana bitta juda xalq qilmaydigan narsa bu. Ular emas. Hozir hamma skuterlarda, buralarlarda olib kelib, ular yoqiyapti. Haydab yurganini ham.
uyda turgani ham qaydamas? Ko'pchilik mana ijtimoiy tarmoqlarda deyishyapti, to'g'ri masala. Bularga ham to'g'ri, o'qi yo'q. Lekin uni bechorlar kreditga olgan, o'sha orqasidan kun kechirib turibdi. Hozir kredit ham yopilmay qoladi, uni jarima maydonchasiga kelib to'lasa, bir oy tursa o'zi bitadi. Sutidan qimmat. Ko'p ketadi, ko'p ketadi. Mirzoq aka aytdi, Mirzoq aka shuni bir boshqa ayollar boshqa bir joy qilaydi. Ertaga olib kelib yopilgan joydan pul olmash kerak xalqdan. Shuni qanday bo'lmasin, qayerga yopilayotgan bo'lsa, yerda pul talab qilayotgan bo'lsa, uni to'lolmay chiqarolmaydi setkadan. Masala bu. Jarimaga ham tortmash kerak ular. Masalan, xizmat rahbarlari bilan birga maslahatlashdik. Hozir ko'ryapti, qo'rqash xodimlarni. Hozirlashib chiqarguncha hamda biroz vaqt ketadi, uni qo'rg'ab olishimiz kerak. Biroz ularni hozirlashib olguncha ularni tushunishimiz kerak. Yetar qismlarga borib qolib, muammolar yana ko'payib ketmasin uchun hozir jarima maydonchasida pul to'laydimi? Ular jarimaga tortilyapti hozir. Ancha odam qiynab qo'yapti. muammoni ko'tarmagan masalada endi masalalar yechimiga juda katta hozir chiqadigan bo'lsa shuni jalbog'a tajribasi bilan chiqaraylik. Bundan katta masala, buni yechimini qilmasa nima bo'lsa ham chiqayotgan paytida mana bu nimani ham insoflisi bor, insofsiz bor. Tadbirkorda u jarima maydonchasi. Faqat insoflilari bor. O'tgan safar qabulga qora keldi, avariya bo'lgan ekan, xo'jayin. Endi oilani boquvchisi avariya bo'lgan, yotib qolgan. Kreditga olingan mashina. Yo'q, kredit to'lamay qolgan, kredit qarz chiqdi. Endi jarima maydonchasi 3 oy to'lay turgan, uni o'zi 12 yildan 20 yildan. Boyagi o'zi kvartirada yashaydi, oila boquvchisi bunday holatga tushgan, kvartira pulini to'lamoqchiga pul yo'q, bechora. Uni qanday mashina olib chiqadi, qanaqangi bu? Keyin shunga bosh qotirib, prokuror bilan birga kelishdikda, iltimos qilib, boyagi insoflagan jarima maydonchasini mana alqo'mishni olib bersa, bir so'mimizni chiqarib berdi. Keyin boyagi bir oydan oyoqqa turib yordam qildik. Keyin o'zi mashina haydab o'zi remont qilib yetkazib ketdi. Lekin insofli bo'lmagan bo'lsa, o'zi kambag'alni yana endi nechta bo'lsa ham ikki shunga iltimos qilish kerak. Boya jarima pulini maydonchasi pulini olmay chiqarib olishimiz kerak shular. Buni olsa lekin qiynab qo'yamiz odamlarni. Jarima zondaga shunga yo'qdan agar buni hujjat boshqaganimizga beshikda skuterda o'zi hujjat bilan beshikda qonun ko'rsatilgan ruxsatsiz boshqargan ravat bo'lmagan muammolar buni yechimini qilib beraman o'zimiz maslahatlashib skuterlar murabbiylarni jarima qildirmaslik to'g'risida qilib beraman. Lekin biz beshaklardan bunaqa beramiz bu gaplashib shu masalaga yechim qilib yordam bermasa bo'lmaydi. Hamma ham shuni orqasidan ishsizlar hozir o'z-o'zini band qilib tirikchilik qilib turdilar. Band qilib deb olgan qiynab qo'ymaylik ularni. Uzoqqa shunga bir bosh qotiraylik. Mana xalq manfaati yo'lida. Boshqa savollar, takliflar bo'lmaydimi? Yo'q. Rahmat Mirzo. Mavzu yuzasidan qo'shimcha masala savollar bo'lmagan bo'lsa, qaror loyihasini tasdiq olishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan ovoz berishlar so'rayman. Rozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Muntazamdagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-mayda TF-80 farmoni ijrosini ta'minlashda tumanda davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirish va soddalashtirish hamda yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish ishlari samaradorligi yuzasidan joriy yilning 9 oy mobaynida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'ruza uchun so'z Yalqon tuman adliya bo'limining boshlig'i Sultonov Rashid Jumanazarov marhamat. Assalamualaikum.
asosida 80 son Prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon bilan adliya organlarida qo'shimcha faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Xususan, aytadigan bo'lsam, adliya organlar faoliyatini yuklari samarali tashkil etish hamda xizmatlar qamrovini oshirish maqsadida tuman adliya bo'limlariga ushbu qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Birinchisi, o'sha joylarda aholi tomonidan ko'tarilayotgan dolzarb muammolarni ko'rib chiqish, mahallaga uchun har oyda mahallada adliya ko'maglarini o'tkazish, bunda olis hududlarda mahallada har oyda kamida 2 marotaba sayyor davlat ko'rsatib borish belgilandi. Bu bo'yicha viloyat adliya boshqarmasi tomonidan tasdiq berilgan projekt asosida tumanlar mahallalarda har chorshanba kuni sayyor qabullar o'tkazilib, davlat xizmatlari markazi tomonidan mahallalarda borib sayyor davlat xizmatlari ko'rsatib kelish yo'lga qo'yilib, shu jarayon hozir davom etmoqda. Bundan tashqari ikkinchisi, yuzma yurish va kommunikatsiyalarni o'tkazish orqali fuqarolar undagi muammolar bartaraf etish yuzasidan qonunchilik taqdimoti bo'yicha tadqiqot tayyorlash belgilangan. Bu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan reja grafikasini chorshanba kuni mahallalarga borganda o'sha sayyor qabuldan birgalikda o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar hammasi mahalliy birgalikda borilib, ular tomonidan ko'tarilgan muammolarni bartaraf etish uchun qonunchilikka taqdir berib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha mahalliy yetkiliga qonunchilik hujjatlarining mohiyat va ahamiyati oddiy va xavfsiz tilda yetadi. Shuning uchun ular tomonidan onlayn mahalliy platformasiga kiritilgan aholi hayotda huquqiy masalalar va muammolar hal etib borish belgilangan. Bu soha bo'yicha birorta mahalliy yetkiligida hokim yordamchisi shtati mavjud. O'sha hokim yordamchisiga qo'shma qarorimiz bilan onlayn mahalliy platformasi adliya vaziriga integratsiya qilindi. Bundan maqsad o'sha tumandagi mavjud mahallalardagi fuqarolar hamda tadbirkorlar tomonidan agar shu adliya tizimiga adliya bilan bog'liq masalalar, adliya tomonidan ishlatilgan masalalar bo'lsa, o'sha adliya bo'limiga kelmasdan o'sha mahalliy yetkiliga onlayn mahalliy platformasi orqali o'z muammosini tizim orqali shu hokim yordamchisiga tashlab beradi. U to'g'ridan to'g'ri tumanlarda shu adliya bo'limi boshqarmasiga to'g'ridan integratsiya qilingan to'g'ri kelib tushadi. O'sha masalasi bo'yicha keyin biz fuqarolar murojaati o'shani yechish masalasini tushuntirish yoki tegishli bo'lsa tegishli tashkilotlarga biz tomonidan ishlatilsa yechish masalasi joy hal qilinib kelmoqda. Ikkinchisi, o'sha 80 son farmon bilan yana bitta vazifa yuklatildi. O'sha aholi avvalambor temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoyaga reyestr axborot tizimida hamda kambag'al oilalar reyestr axborot tizimiga kiritilgan fuqarolarga bepul birlamchi yo'l yordam ko'rsatishni ta'minlab borish. Bunda biz avvalambor shu joylarga chiqqanda ushbu yuqorida sanab o'tgan temir ayollar, yoshlar daftari hamda ijtimoiy himoyaga reyestrga tushgan, kambag'al reyestrga tushgan fuqarolarning uylariga borib, ularning oilaviy ijtimoiy oilaviy ahvoli hamma tomon o'rganib chiqilib, ularda shu qiynayotgan masalalar, nima yo'nalishlar bo'yicha, ularga qanday yordam berishlari bo'yicha ularga mahalliy yetkililar bilan birgalikda tuman hokimligi va boshqa tegishli tashkilotlar birgalikda ularning masalalarni yechib kelinmoqda. Bundan tashqari yana bir vazifa yuklatildi. Yoshlar, xotin-qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, shuningdek tadbirkorlik subyektlar, qonunchilik hujjatlari belgilangan konferensiyalar, subsidiyalar, grantlar va davlat to'plash boshqa turlaridan foydalanish tartiblaridan xabardor qilib borish. Bu albatta shu adliya vazirligi tizimi bo'lgan vazirliklar o'sha qonun hujjatlarini joylarda birinchi o'rinda ma'lumot bilan tanishtirish bo'yicha vazifalar yuklagan bo'lib, biz albatta shu borganda yoki yig'ilishga sayyor qabul o'tkazganda birinchi o'rinda mana o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar bilan tadbirkor subyektlari qonunchilik hujjatida bergan imtiyozlar bo'yicha o'zimizning Telegram kanal orqali yoki o'zimiz o'sha nima deydi, Jarqo'rg'on tumanida qonunning mohiyati bo'yicha Telegram kanali ochib, o'shanga har kuni haftalik qabul qilingan qonunlar, qaror qabullar, mavzu mohiyati qisqacha mavzulari tashlab boriladi hamda ular tomonidan beriladigan savollarga joyida tushuntirishlar berib kelinmoqda. Bundan tashqari oxirgi yana qo'shimcha vazifalardan bittasi shu davlat organlari va tashkilotlar, tuman bo'linmalarida, mahalliy davlat hokimiyat organlarining o'zini boshqarish organlarida davlat huquqini qo'llash amaliyotini shakllantirishga ularga metodik ko'rsatib borish.
Bu bo'yicha o'sha mahalliy yetkiligida Adliya vazirligi tomonidan mahalliy yetkilikning har bittasi qanday ishni amalga oshirish kerak hamda ular tomonidan qabul qilinayotgan o'sha buyruq bo'ladimi, qaror bo'ladimi, o'sha yig'ilish bayoni bo'ladimi, o'sha ijtimoiy himoya daftariga kiritish yoki kambag'alga yoshlar daftariga kiritish chiqarish bo'ladimi, respublika bo'yicha bir xillashtirish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan qonun hujjatlari, bayonnoma qarorlarini qanday yozilish tartibi bo'yicha bu o'sha 2024-yilda biz may oyi bo'lsa, keyingi yil avgust 24-yil to'liq ta'minlab berganmiz. Ta'minlab bergan hozirgi kunda ushbu mahallalarda bo'lgan o'sha monitoring ishlarini amalga oshirib, haqiqatan o'sha yangi hujjatlar bo'yicha amalga oshirilyaptimi yo'qmi? Ushbu ishlar tekshirib o'rganib borilmoqda. Endi ushbu prezident 80 prezidentning farmoni ijrosini ta'minlashda Jarqon tuman davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha Jarqon tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi tomonidan 9 oyda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Davlat xizmatlari markazlari tomonidan hozirgi kunda 320 dan ortiq xizmat turlari mavjud. Bilasizlar, 9 oy mobaynida Jarqon tumani tomonidan 40,685 ta xizmat ko'rsatilgan. Bular elektron kal, ya'ni 7180 ta elektron kal berilgan. Va bir darcha tizim orqali amalga oshirilgan soni 2504 dan tashkil qiladi. Bu bir darcha tizimi bu, ya'ni qisqartma mazmuni shu tadbirkor subyektlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish hamda davlat reyestridan chiqarish bo'yicha 2504 ta murojaatga tushgan xizmat ko'rsatilgan. Keyingisi DXGov.uz elektron tizimi orqali amalga oshirilgan bu harakatlar soni 31775 tani tashkil etadi. Bu misol tariqasida DXGov.uz elektron tizimi pochta xizmat obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatga qo'yish, sudlangan yoki sudlanmagan haqida, narkologlar va ruhiy kasallikda to'shak turmoqchi haqida hokazo ma'lumotlar ushbu DXGov.uz orqali 3775 ta xizmat ko'rsatilgan. Keyingisi mobil ayni bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan 340 ta mobil ayni bilasizlar, o'sha 100 qismini Face ID'dan o'tkazib, keyin o'sha tizimlarga telefoningiz orqali mobil ayni yuklamaslik bo'ladi. Barcha xizmatlardan xonangizdan, ishxonangizdan qayerda foydalana olasiz. Bor shart emas. Keyingisi lisensiz uz orqali amalga oshirilgan harakatlarning soni 1311 dan tashkil qiladi. Buni ma'lum lisensiz uz tizimining asosiy bu misol uchun avtomashinalarda, misol uchun qayta jihozlash, ya'ni metan, propan, ruxsatnomalar berish, daraxtlarni kesishga ekologdan ruxsat olish, alkogol va tamaki mahsulotlarida litsenziya berishni tashkil etadi. Shu 1311 da xizmat ko'rsatilgan 9 oy davomida. Keyingisi tadbirkor subyektlar 600 ta yatdi hamda 720 ta yuridik shaxslar ro'yxatdan o'tkazilgan. 225 ta yatdi, yana yakka tadbirkor 243 ta tadbirkor subyektlar qayta ro'yxatdan o'tkazilgan. O'zbekiston Sud Vazirlar Mahkamasining 704 soni qarorasidan 180 ta yatdi, 65 ta yuridik tadbirkor subyektlar ixtiyorlovishda tugatilgan. Shuningdek, bankrotlik asosida 38 ta tadbirkor subyektlari tugatilgan. Ushbu xizmatlar 9 oy davomida ko'rsatilgan. Men qisqacha axborotim shunday bor. Agar savol bo'lsa, marhamat. Savollar, takliflar bormi? Hop. Rashtaga hozir hurmatli do'stlar, ko'pchiligi biladi yo'q, xabardormiz. Yangi tizim joriy qilinyapti. Mahallada 7likda samaradorlikni oshirish uchun markaziy mahalla degan mahallaga oshirgan struktura, misol Surxon hududida bitta markaziy mahallada 9 ta avlod, maslahatlar, institutlar hammasi birlashmaydi-yu, bu o'shalar ish faoliyatini muvofiqlashtirib, nazorat qilib, belgilangan vazifani yanada tezroq qilish uchun imkon yaratgan bo'ladi. Shunaqangi eskida shakllangan xiylar ularda o'rnida demaymiz, o'shanaqangi joylar, misol uchun bu yerdan Alisher Navoiy tanlandi, bu yerdan Yoshlik tanlandi. O'shanaqangi yangi tizim xulosa qaror chiqadi.
qaror natijasi bo'yicha qilinadi. O'sha markazlarda talab bo'lyapti. Markaziy mahallada barcha davlat xizmatlari aholiga qulaylik yaratishda shu yerda xalqni shahar markaziga kelyotmasinda o'sha 8-9 ta mahallada bitta markaziy mahallaga borib bozor o'chog'ini ham, hamma davlat xizmatlarini ham, notarius ish bo'lsa notariusni ham, bank ish xizmatini ham shu yerda o'zi hal bo'lsin degan masala ko'tarilyapti. Bu yerda davlat xizmatlarini qanday tashkil qilamiz? Hozir sizlarga сокращение bo'lyapti o'zi. Sokrashение bizga nima deydi? Davlat xizmatlari bo'yicha kelgan, lekin hozirgi kunda Jabron tumanida, misol uchun Olmishobod mahallasi davlat xizmatlari markazi hamda davlat xizmatlari markazi ikkita filial bor, bilasizlar. Takay Qurbonova, ikkinchisi shu Surxon markaz Surxon mahallasi yetmasdan o'sha yerda filial ochildi. Hozirgi kunda xizmat ko'rsatadi. Juma kuni xizmat ko'rsatiladi. Endi boya siz aytayotgan narsalar agar nima deydi? O'shanda tartib bo'ladigan bo'lsa, o'sha bitta joydan bilamas, o'sha vazirlik bilan chunki ertaga xodim ishlab, doim ishlaydigan xodim bo'lishi kerak, bitta juma kuni bo'lmaydi. Agar uni markazlashadigan bo'lsa, doim xizmat ko'rsatadigan filial tashkil etilishda uni vazirlikda var menimcha bu prezident qarori ijrosi bo'yicha vazirlikka topshiriq berilgan. Bu shtat soni, texnika, zamonaviy kompyuter bo'lsa, bilasizlar, davlat xizmatlarida hammasi oxirgi tizimda, juda ko'p tizimda ishlaydi. Internet va boshqa bilan ta'minlanishi kerak. Savolni o'ylayman, bu masala javob hal etiladi. Uni bizning qarorimizda ma'lumotimiz hamma vazirlik boshqa vazirlik bilan yuzlagan masala menimcha javob hal etiladi. Bu narsa o'ylangan Doim ishlash kerak. doim ishlash hozir faqat juma kunlari menimcha bo'lmaydi. Markaz bankda doimiy faoliyat yuritadi, alohida xodim ajratiladi, bitta ish masalasi. Davlat xizmatlari kerak deyapti. Albatta shu yangi turmushdagi filialga juma kuni boradi, odamlar ochlar bo'lib shu yerdan foydalanadi deydi. O'zlari bilib qoladi. Agar shu yerda davlat xizmatlari bo'lgan bo'lsa, mashinada pul rasxod qilib yo'lga kelib ketayotganda yaxshi qulay bo'ladi. Demak kerak, bu yerda notarius ham kerak deyapti. Tartib bo'ladi, qilasizlar. Notariusning tusi ular jonli ochadi, bilan. Elektr o'chish bilan bog'liq masala bor edi. Davlat xizmatlarida ko'p elektr o'chadi, fuqarolar navbatda qoladi degan masala. Shunday muammo yo'qmi o'zi? Davlat xizmatlari oldin ko'tarilar edi, deputatimiz ko'tarar edi. Yo'q, orada endi bilmayman qanday bizlar bog'lamagan, hokimiyat tizimi emas. O'chmaydigan nidaga ulab bersin degan tizim bor edi, keyin bizga elektroset Alisher axborot berdi, o'zi barcha tizimlar o'chmaydiganligini bir xil bo'lib qoldi. Shundaymi? Hozir shunday bo'lib hammasi o'zi bir xillashib qoldi dedi. Keyin hozir bitta narsani to'g'ri aytdi. Xalq biladimi yo'qmi? Davlat xizmatlariga funksiyasi dedimi yoki adliyaga murojaat bo'lsa, hokim yordamchilari orqali murojaat qiladi. Mahallalarda o'chib adliyada masalan bo'lsa, adliya sonasi bo'yicha azim bo'lsa, o'sha davlat xizmatlarining funksiyasini hokim yordamchilari ko'rsata olmaydi hozir. Yo'q, ular bunda vakolatli. Bu faqat shu murojaat bo'lsa, davlat xizmatlariga bizga zapisxona murojaat qabul. Qabul qilib keladi, kelib shart emas. Mas'uliyatga yo'l qo'ydi. Qaror ijro qildi. Bu bo'yicha majburiyatlar bildirdi, kelgan shu yerdan bog'lanib masalasini yechib beramiz. Yaxshi. Taklif qo'shimcha masala bo'lmagan bo'lsa, rahmat sizga. Qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga berilgan. Audiyoda so'zlar, rozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi ham tasdiqlandi. Kontraktdagi 3-masala. Xalq deputatlari Jahon tuman kengashining 2025-yilgi ishga asosan joriy yilning 9 oy mobaynida tuman maktabgacha maktab ta'lim tizimini rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-2026 yilida kuz qish mavsumida tayyorgarlik holati to'g'risida mavzu uchun so'z Jahon tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi boshlig'i Adilay Ismoilov Abdullayevich marhamat.
tomonidan maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli muassasalardan bittasi, ya'ni 12 maktab gaz yoqilish orqali isitsa, 12 maktab kun yoqilish bilan isitiladi. Ushbu maktablarga jami 2912 tonna ko'mir zaxira qilingan. Shuningdek, 7 maktablar kun yoqilish ushbu davlat gazlar jami 904 tonna ko'mir zaxira qilingan. Bugungi kunda 12 maktabda hamda 50 ta davlat maktablar tashkilotlari ko'mir mahsulotlari berilgan. Qolgan maktablarda ko'mir mahsulotlari berilgan zaxira qilingan. Ko'mirlarning sifati saqlash maqsadida yonga qoplangan usti va so'qlar maktablarda tayyorlab qo'yildi. Kuz mahsulotlari ishlari yuzasidan 13 ta, ya'ni 3-chi, 4-chi, 10-chi, 20-chi, 22-chi, 26-chi, 32-chi, 39-chi, 41-chi, 16-chi, 49-chi, 7-chi, 6-chi maktablarning o'qituvchilari 58 ta yorug'siz istiqomatlar energiya tejamkor zamonaviy, ya'ni 721 million so'mlik, ya'ni tuman hokimiyatining shu rejasi kiritilib, bu istiqomatlar almashtirish rejalari rejalasiga hozirgi kunda 41 ta istiqomatlar, ya'ni 11 ta, 4-chi, 10-chi, 20-chi, 22-chi, 26-chi, 32-chi, 39-chi, 41-chi, 46-chi, 49-chi, 22-chi maktablarda berilib, o'rnatilib, kuz qish mavsumlariga maktab direktorlari e'lon qildi. Shu jumladan Qirg'oqda 7 maktablar ham kuz mavsumlariga e'lon qildi. Bundan tashqari, barcha ta'lim muassasalari 2025-2026 qozonlar, mo'rlar, tashqi etish quvurlari ijaratsiz sotib keltirildi. Bundan maktablar o'ziga tayyorgarlik ko'rish uchun 680 million so'mlik davlat maktablariga 180 million so'mlik kerak qurilish mahsulotlari yuklari berildi. Bugungi kunda ya'ni hozir 62 ta 18 ta maktabimizda hammasi 100% kuz xizmati tayyorgar degan bilaman. Chunki deganda biz tuman hokimligi tomonidan har bir maktabdagi yaroqsiz qolgan karto'nlarni zamonaviy karto'nlarga almashtirilyapti. Hamma maktablarda 100% xizmat tayyor. Ijarachi qilinmagan qurilmalar ijaraga qilindi. Umumxonalar qurilib bartaraf qilindi. Bog'chalarida ham zamonaviy karto'nlar qo'yilgan. Bizni tumanimiz ta'lim bo'limida, ya'ni DXSH tadbirkor tomonining bu yil shartnoma asosida, ya'ni kuz mavsumi tomonidan DXSHga kiritilgan. Savol shulardan iborat. Savol yuzasidan qo'shimcha fikrlar bo'lsa marhamat. Ta'lim tizimi bo'yicha. Hozir ish qildik, hurmatli deputatlar. DXSH asosida qilinishi kerak edi. O'tgan yildan mablag' ajratilmadi, biz juda qiynaldik o'tgan yil o'zgartirdik. Karto'nlar temasida 17 dan 20 ta mahallani tanlab oldik. Og'ir karto'nlarni qishda bolalar qiynalmasin deb 1 milliard 200 million so'm bo'ladi. Juda ko'p summa. 69 ta karto'n reja qildik. Hozir 41 tasini olib qo'ydi. Qolganini ham har ikki kunda, uch kunda 5 esa Xudo olasa 10 kunlarda biz maktablardagi bog'liq muammolarni to'liq 100% yechamiz. Qishda Xudo olasa muammo bo'lmaydi. Yoshlar, bolalar issiqxonalarda o'tirib nimani o'qishni davom ettiradigan tizim qilamiz. Endi 200 million so'm boshiga pul berilgan nimaga, korxonaga. Hozir yana 170 million so'm beryapmiz. Infratuzilma jamg'armani ochib bilasizlar. Ana shu mana shunday narsalarga juda asqotyapti o'zi. Boshida masalamiz shu bo'ldi. Jamg'arma ochilib, ancha-muncha muammolar yechishga payt qo'ydi bo'ldi. Qolganini ham qarzga qilib beramiz. Oyma-oy yoki 2 yilda beramiz deb qildiryapmiz. Ana shu ishda viloyat bo'yicha eng ko'p almashtirayotgan biz. Jarqon boshqa tumanlarda biz ham o'zini remont qilib qo'ysak bo'lar edi, pul yo'q. Endi keyin o'zimiz aldab qo'ygan bo'lar edi. Bolalar qiynaladi, o'quvchilar qiynaladi. Endi qiyin bo'lsa ham, katta summa bo'lsa ham shuni qilib olaylik.
Bir martaga yil bo'lmasa keyin to'laymiz qarz deb korxona bilan gaplashib qilyapmiz. Juda yaxshi ish bo'lyapti bu ishimiz. Qolgan masalalar ko'mir, hamma masalalar yechilgan. Yo'l qolsa chiqishda maktablarda nima deydi? Tibbiyot deydi. Ikkita bolnitsasi, Surxon bolnitsasi bilan poliklinikada shunday muammosi bor. Uni ham mablag'ini hal qilib berdim. Xullas uni ham hal qilib olib kelib qo'ysak, tibbiyotda muammo bo'lmaydi. Qo'shimcha muammo takliflar bo'lmasa, rahmat sizlarga. Qarorlarda tasdiq olishimiz kerak. Qarorlar sizlarga berilgan, ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshilar, yetarlilar yo'q. Qarorlar tasdiqlanadi. Bulardagi qo'shimcha masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil bo'yicha aprelda yoqilg'i energetika resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda saqlanishni oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi TX-133 sonu qarorining joriy yilning 3-oyida amalga ijrosi haqida ma'lum so'z Farg'ona tuman elektr ta'minot korxonasi rahbari Saidmurodov Saydulla Qulmomatovich marhamat. Yaşıl soruyor yerinde üniversitelerden noqonuniy foydalanish va yig'ma samaradorligini oshirish tizimini takomillashtirish va iqtisodiyotni takomillashtirish davlat idoralari va ijtimoiy soha obyektlarida hamda aholi xodimlarini energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirish maqsadida hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya elektr energiyasini foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejamkor texnologiyalarni o'rnatish 7 million kilovatt-soat elektr energiyani hisob erishish, shu jumladan tashkilot tadbirlarni bajarish, 38 ta o'rta quvvatli iste'molchilarni energiyani tejamkor uskunalarni joriy etish, 1 million kilovatt-soat elektr energiya tejash, aholi xonadonlarining tadbirkor subyektlari hamda ijtimoiy soha obyektlarida davlat idoralari besh panellarni o'rnatish, 6 million kilovatt-soat shu jumladan aholi xonadonlariga 560 megawatt, ijtimoiy soha obyektlarida 890 megawatt, tadbirkor subyektlarida 810 megawatt ko'p qavatlarda 0.5 megawatt, besh panellar hamda via kollektor 903 ming litr o'rnatish hisobiga 6 million kilovatt-soat elektr energiyani tejash, tarmoqlarni mukammal va joy ta'minlash, 417 kilometr elektr tarmoqlari, 173 ta transformator punktlarini mukammal va joy ta'minlash ishlari evaziga 5.13 million kilovatt-soat elektr energiyani tejash, 50 kilovattdan undan yuqori bo'lgan quvvatdagi elektr dvigatellarini mavjud korxonalarda 4 ta reaktiv kondensator qurilmalarini o'rnatish evaziga 320 million kilovatt-soat elektr energiyani tejash, hududlarda transformator punktlarini zaminlash, kontur qarshiliklarni standartga keltirish, 350 ta transformator punktlarini zaminlash, konturlash qarshiligini standartlash keltirish evaziga 5 million kilovatt-soat elektr energiyani tejash. Aholi bo'yicha iste'molchilarni elektr energiyasini oqlomda hamda tejamkor foydalanish bo'yicha targ'ibot va tashkilot ishlarini olib borish 6500 ta. 115 ta tadbirkor subyektlarni
qurilishi amalga borish evaziga oyiga 10.000 kilovat soat ekspluatatsiya muddatini o'tgan elektr uskunalarini ta'mirlash va ijodkor texnologiyalarga almashtirish evaziga 3.6 million kilovat soat elektr energiya tejash rejalashtirilgan. 6 yirik iste'molchilarni tashkil etilgan tadbirlar bajarish hisobiga bajariladigan 201 million kilovat soat elektr energiya tejash. Ko'cha yoqish chiroqlarini to'liq akkumulyator transformatorga almashtirish evaziga 350 million kilovat soat elektr energiyani tejash. 2025 yil elektr energiyani hisob qilish bo'yicha million kilovat soat reja olingan bo'lib, 3-chorakda yakuniga 8 million kilovat soat, ya'ni 3-chorak rejasiga nisbatan 111% hisob qilingan. Hisobotni shunday bo'lib, Mavzu yuzasidan savollar bormi? Takliflar? Endi bu mavzuni menimcha energiya savdo berish kerak emas edimi bu savol? Energiya savdo o'tgan safar ham men qiynalaman deputatlar oldida savol berishga qoldirib qolaman deb savol qochib ketgan. Nimaga qo'yib ketgan o'zi? Bu berish kerak edi bizga. Energiya savdo aholiga berilayotgan energiya bo'yicha energiyani tejamkorligi bo'yicha berishdi. Bu ham kvartalning yakunidan berishdi. Bu kishi Energiya tejash bo'yicha bularda emas-da, bular osmonda shimoliy. ular hozir energiya ta'minoti uzluksiz, remontlari, shuni qurilish masalalariga javob beradi. U anchadan beri qochib yurdi. O'zi uni mana shu sessiyada hisobot berishda qochib yurgani uchun orqadagilar kim bor? Sen bitta xat chiqarib ol bunga bir. Dars buyoqqa kelib qilgan ishini gapirib bera olmasam nega rahbar chiqarib ol jazolash bo'yicha. Ikkinchisi asosan belgilangan reja bajarilyapti deb kelyapti. Bizning kozga to'g'rimi? Nima yo'nalishda bajarildi? Hamma yo'nalishda bajarilyapti-ku, qaysi yo'nalishda bajarilmay qoldi? iqtisod bo'yicha Bilaman, iqtisod qilish rejasi hozir 8 yo'nalishda aytdilar, hammasida bajarilganmi yo'q? hammasi bajarildi. Umumiy bajarilib, qaysi yo'nalish bajarilmay qoldi? Hammasi bajarilyapti. Juda yaxshi qism bo'ldi mana shu energiya tejamkorlik. O'zi narxini qimmat qo'ygandan keyin hamma energiya tejamkorlik o'tdi. Mana quyosh panel qo'yishga harakat qilyapti. Quyosh panel qo'ymasa bo'lmaydi. Bizlar eng qiynalgan narsamiz obodonlashtirish va ko'chalarga yoritish chiroqlarini yoqish. Qarziga chiqib ketadi, energiya savdo avtomatik o'chib qoladi. Yoqimiz yonadi, yana o'chadi. 150 kilovat bir imkoniyat bo'lib qoldi. Yangi O'zbekiston masjidi sovuq kelyapmiz. Amuzaydan tortib sovuq bo'lyapmiz. Yo'lga nasoslarni ishlatishga o'zi bir 20 kilovat, 30 kilovat yetadi bizga qo'yishga. Lekin 150 kilovat reja bo'lib qo'yib oldi. Shu 150 kilovatlik quyosh panel obodonni hamma tomondagi masjidlarga yoritish, shaharlarga hammasiga yetadi. O'shani topgan pullar yes obodonni tinimsiz elektr energiya ishlashga yetadi. Hozir yana bitta rejalar bor, unga ham obodonga ko'proq mayli daromad qo'shib, daromad olib ketsin deb quyosh panel reja qilyapmiz. Yaxshi qilgan bo'ldi. Juda katta daromad. Eng yaxshi qilgan ishimiz ko'pchilik biladi bizda deputatlarda nasoslarni, fermerlarning nasoslarini quyosh panelga o'tkazish. O'sha masalani bizdan chiqqan Jahon tomonidan shu taklif respublikada muhokama qilib ruxsatini berib qaror chiqarib berdi. Butun respublika bo'yicha ana shu narsa ularning energiya tejamkorligini rejasini bajarishga katta yordam. Chunki nega kutilmaganda juda katta miqdorda panel qo'yildi. Mana fermerlar nasoslar 100 kilovat, 150 kilovat, 50 kilovatlik başka 30 ga yaqin bizning fermerlarimizdan butun respublika bo'yicha juda katta miqdorda panel qo'yildi. Hamma tumanlarda panel qo'yish rejasini bajara olmay turibdi. Reja borda qaror bo'ldi. O'sha biz tumanda ham fermerlarga panel qo'yilgandan keyin rejamiz ancha bajarilib ketdi. Energiya tejamkorlik olib qo'yadi degan narsaga katta ta'sir qildi. Yaxshi. Qo'shimcha taklif bo'lmasa, rahmat. Qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qaror loyihasida taqdirlangan ovoz berishlar ko'rinadi. Hozir
qarshilar, betaraflar yo'q. Alloh tasdiqladi. Bu tartibdagi 5-masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevral kuni yoshlar bilan ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida tuman hokimining yoshlar muammolarini hal etishga ko'maklashish va bandligini ta'minlash bo'yicha yoshlar bilan uchrashuv yakunlari natijalari to'g'risida kun tartibidagi shu masala kengashning tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan savollar qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlar tasdiq olishimiz kerak. Oldin bersangiz so'rang. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlandi. Kun tartibidagi 6-masala. Jahon tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan 2025-yil 3-oylik mobaynida tuman aholisining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi shu masala ham kengashning tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar qo'shimchalar bormi? Mana shu yerda bitta masala borda, mana 1 yildan oshiq bo'ldi tashkil etilgan. Oddiygina turistik mahallasida 3 ta opa-singillar yashaydi mana yerda. Juda keksayib qolgan, 80-90 dan oshib ketgan. Bormi? Keyin menga telefon qildi. Juda qiynalib qoldik biz. Yurolmay qolganda, hammasi yosh. Eng kichkinasi 80 kirgan bo'lsa kerak shular. Eng kichkinasi 76. Opalar ham bor. Turmushga chiqmagan ham bor shular. Yolg'iz o'zlari yashaydi. Keyin kasalligini davolatish dedi, keyin yordam berilgan. Keyin qarovchim yo'q dedi. O'zi kirlarning o'rnida qolgan. Umuman o'ziga ham qarovchi qo'yib, qarovchi qo'yib berdi. Masala bo'lgan ekan. Keyin bularni jo'natdim men. Sektor bilan qo'shib tibbiyotga jo'natdim. Borsa, keyin o'sha yerlarda davlatda o'shanaqa xizmatlar chiqqanda, inson ijtimoiy xizmatlar ochilgan, davlat shunday xizmatlar chiqqan, o'shanaqa toifadagi insonlar mos tushadi. Yordam bo'lsa. Keyin bular bir kun o'zida yordam ko'rsatish masalasi hal qildi. Ikkitasiga qanday nafaqa? Ikkitasiga kompensatsiya berilgan bo'ldi. Har oy qanchadan? 670 million berilgan bo'ldi. Keyin bitta qarovchi ovqatini qiladi, kirni yuvadi, boshqa qiladi. Qarovchi qo'yib berish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin shu paytgacha meni savol qo'yapti. Mana menga telefon qildi. Bordim, bunda hal bo'ldi masala. Shu paytgacha ijtimoiy xodim shu mahallada bor-ku. Mahalla raisi bilan shuni biladi. Men doim o'shaning uyga borib xabar olib turaman-da. Sektor kotib bor edi, oldin sektor olib boradi men aylantirib. Men yordam beradi deb buni. Shuni nimaga ijtimoiy xodim shu darajaga kelib qolgan, xabar ham olmagan, mana shu yordamni oldinroq 6 oy oldin, 1 yil oldin joriy ko'rsatmagan. Nimasi bor? Bu masaladan shaxsiy xabarim bor. O'sha faoliyat boshlagan vaqtda qattiq natijasi bilan aniqlangan. Buni joriy etishni o'rganganman. Borib taklif qilyapmiz. Bizga hozir taklif kerak bo'ladi. So'rayman. Shu shartlarni tushuntirib, xizmatlarimizni tomon rasmiy javob bergan. Ha, to'g'ri, shunday ham dedi. Chunki u payt balkim o'ziga qarab turish imkoniyati bo'lgan. Hammani ham bu rus oilalar hammani ham qabul qilib olmaydi. O'zining ko'ngli bo'lsa qayda bo'ladi? Shunday deb aytdi. Hop, mayli, tomon ikkinchi tomon. Lekin nafaqa kompensatsiya berish mumkin edi shu. O'sha reysga olsa keyin nafaqa tayinlash mumkin bizda. Bundan qo'shimcha turli xizmatlarni joriy qilingan edi. Shunda asosiy qarash shakllangan ularda davlat ta'minoti bo'lsa ertaga mol-mulk davlatga qolib ketadi degan ma'qul tushuncha bor fuqarolarda. Saytida tushuntirish harakati qilganmiz, o'sha opa-singillar tushunmagan. Keyin pulli xizmatni shartnoma asosida arzimagan summa shuni olib lekin aslida 6 oy davomida xizmat ko'rsatgan shu oyda. Endi men aytmoqchi bo'lganim, shunaqangi oilalar qolib ketgan bo'lishi mumkin-da, xabar olib qo'yish kerak uni. Qolib ketmasin mana davlat xizmatlari. Bir kunda borib yechib keldik-ku erkin bilan. Davlatchilar qildik. Yordam olib chiqdi olib. Shunaqangi endi holi ham bor-da, jamiyat qolib ketgan, turib ketib bo'ldi. Atrof topshiriq bersin ijtimoiy xodimlar. Shu masala bo'yicha savol bor. Men vaqtimda 2005-yil Qonunlar Davlat degan yigitimiz bor. Onasi Tojikistonlik, otasi shu O'zbekiston fuqarosi. Onasi o'sha pasport olib olgan. Ijtimoiy himoyaga haqiqatan ham muhtoj oila. O'sha Qonunlar Davlat sog'lig'i yomon
ikkinchi buyragi ham sinab qo'yadiki, dog'larimizni bo'lmaydi deb уже doktorlar tashxis bergan. Shunday xodimga aytsa kiriting kambag'allar reyestriga desak, u bo'lmayapti onasini pasporti. Bo'lmasa otasini kirsak bo'ladi, kambag'allarga desak, baribir o'sha to'g'ri nasib bo'ladi. Kambag'allar reyestriga kiritilgan taqdirdagina yoshlar daftarlaridan yordam ko'rsatib turadi. O'sha yoshga. Shu sababli o'shanda oilalar qilib ketadi. Bor, shunday masalamiz bor haqiqatan. Yaqinda bitta pasportini olib kelishdirgan. U joyni ta'minlash yordam berishimiz kerak. Tojikiston fuqarosi pasport olmagan, keyin qanday yechimni qildik shuni pasport oldim. Pasport olgandan keyin nima yechim bor shuni? Pasport olish juda qiyin masala-da, bizga birdan bo'layotgan narsa emas. Shunga bir tizim qilish kerak. Bizda Tojikiston nima ko'p, Tojikistonga ko'chib kelganlar ko'p-da. To'g'ri aytyapsiz. Bizda reyestr qarori bo'yicha tartib bo'yicha hamma narsa elektroniklarga, boshqa vazirliklar bilan axborot almashinuv integratsiya qilingan. Bizda tartib bo'yicha ZAGSdan, ishlardan barcha ma'lumotlar elektron baza orqali kelmasa, bazaga kirishi muammolar yuzaga keladi. Muammo yuzaga kelgan ikkita holatda biz respublikaga tashlab yetish chorasini ko'ryapmiz. Yetsa bo'ladi, pasport olmagan taqdirda. Pasport olgan bo'lishi kerak, qanday shaxs maqomida fuqarolik bo'lmagan shaxsni fuqarolikda yashash guvohnomasini shaklida. Endi haqiqiy muhtoj davlat bordan hech kimlar nima qilsa bo'ladi, uni o'sha tartibda davlatnoma qilib ham bo'lmaydi. Bu iloji yo'q. Lekin u shaxsni albatta guvohnomasi bo'ladi, she'ri bo'ladi. Yo'q, yoshni o'ziniki bor pasport. Faqat onasi Tojikistonda Ya guvohnoma bo'lsa ham bo'ladi, Tojikiston bo'lsa ham. Bo'ladi, shaxsning yana guvohnomasi bo'lsa bizda. Mana qaranglar, mana o'zi hamdan o'zing shug'ullanish o'rnida bir ko'rgan muhtojlar yo'q. Shunaqangi ko'pda endi bilmasam, shunday sabablar bilan o'rganib ko'rib, taklif bersin ham. Yechish kerak masalan. Shuning bu murojaatlar shu. Bu doimiy komissiyada ko'rilgan bu masala. Agar qo'shimchalar bo'lmasa, qarorlar tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishlar so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qarorlar tasdiqlandi. Bundan sonra 7-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-10-dekabrdagi Tartib 438 sonli qarorida belgilangan vazifa ijrosini ta'minlash bo'yicha sentyabr-oktyabr oylarida amalga oshirilgan ishlar haqida atrof muhitni asrash va yashirish yilida davlat dasturining tumanda ijrosi yuzasidan 2025-yilning 9 oy mobaynida tumandan olib borilgan ishlar to'g'risida. Bu tartibdagi ushbu masala ham Kengashining tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlarni tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishga so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlandi. Bu tartibdagi 8-masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30 yanvardagi aholini himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi KP 17 sonli farmoni ijrosi yuzasidan jamg'armaning 2025-yil tushumlaridan tumanning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun ajratilayotgan mablag'lar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida bu tartibdagi ushbu masala ham tegishli ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bu boyagi biz aytgan infratuzilma jamg'armasi, mana shuni biz hozir aytganimdek, boyagi xalq ta'limiga berilgan katerlarida 150 million so'm shunga, 50 million so'm prezidentimizning bir qarori bilan ijtimoiy ko'cha degan ko'cha bor. Svetofor yerlarda brushatkalarni almashtirib ko'rasizlar. Bunday talablari bor. O'sha talabga muvofiq shu ikkita yo'nalishni beramiz. Bundan keyingilarni natijada oxirigacha qarzdorligimiz bor. Kater yasatib beryapmiz. O'sha katerlarni hammasini to'layverishimiz kerak. Shunga yo'naltirasizlar deb aytganman. Shu masala bu. Ko'rib chiqilgan bo'lsa, qarorlar sizlarga tarqatilgan. Ovoz bersa so'zim rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qarorlar tasdiqlandi. Bu tartibdagi 9-masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-noyabrdagi Tartib 405-sonli kambag'allikdan farovonlik dasturini amalga oshirishga faol murojaatlarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni tumanlik yuzasidan doimiy 9 oy mobaynida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Bu tartibdagi ushbu masala ham Kengashining tegishli doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlar tasdiqlashimiz kerak. Ovoz berishimiz kerak. Rozilar, qarshilar,
Muhtarlıklarga 10-chi masala. Zarafon tumanida 2025-yilning 3-oyida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashga yo'naltirilgan mablag'lar hisobini tasdiqlash to'g'risida kun tartibidagi ushbu masala ham kengashning tegishli komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qarorlarni tasdiqlashimiz kerak, ovoz berishga so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tartibdagi 11-chi masala. Xalq deputatlari Zarafon tuman kengashining 2024-yil 1-avgustdagi tuman saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlarni taklif etish to'g'risidagi Fertro 24-sonli qaroriga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish haqida kun tartibidagi shu masala ham kengashga tegishli ko'rsatilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak, ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Kun tartibidagi 12-chi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvarda aholi muammolarini ishga tushirilgan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PFL sonli farmoni ijrosi doirasida tumanda 2025-yil 3-oylik davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi ushbu masalalarni kengashning tegishli doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak, ovoz berishga so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Kun tartibidagi 3-chi masala. Zarafon tumanidagi aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini 2026-yilda ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarining eng kam sonini belgilab va zaxiraga qo'yish to'g'risida. Kun tartibidagi shu masalani kengashga tegishli komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak, ovoz berishga so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Kun tartibidagi 14-chi masala. Zarafon tumanidan mahalliy byudjetning 2025-yil 3-oy daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi mablag'larini maqsadga ishlatish to'g'risida kun tartibidagi ushbu masalani kengashning tegishli komissiyasi ko'rib chiqilgan. Savollar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak, ovoz berishga so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tishi yuzasidan qanday fikr mulohazalar bor? Beshinchi matematika yani usul mahallarimizda 1973-yilda qurgan maktabimiz bor edi. O'sha maktabda o'quvchilarimiz birinchi smenada tahsil olishardi. Xonalar yetishmaydi. Maktabimiz bir qavatli va yeri ham endi ancha bo'lgan o'sha vaqtda. Endi shu maktabda shu aholini fuqarolarni va shu maktabda ishlaydigan xodimlar tomonidan shu hozircha og'zaki deb yozma tartibda murojaat qilamiz deb murojaatlar tushyapti. Maktab hududidan shu tarzda bizga bino qurib berishlar kerak deb chiqarilgan. Sababki u yangi usul mahallasi kanalni narigi tomoni, u tomon yangi usul mahallasi deyiladi. Haqiqiy borguncha bo'lgan joy. O'sha joyda metan zapravka bor. Shu metan zapravka atrofidagi o'quvchilar yangi usul maktabiga, maktabga kelib qatnaydi. Undan qolganlari 5-son maktabga qatnaydi. Masalan, 5-son maktabga juda uzoqlik qiladi. Lekin ular qolganlar 5-son maktabga borayotganlar yangi usul maktabiga, o'zini mahallasiga borishni xohlashadi. Lekin burunlar sinfxonalar yetishmaydi. Juda to'g'ri aytyapsiz, shu muammomiz bor. Ham eskib ketgan bu maktab, ham juda koeffitsient yuqori. Bu yerga bu safargi dasturimiz 26da kirmagan-da, u to'g'rimi? Kirmagan. Lekin taklifimizda turibdi, birinchi navbatda uni qilamiz. Biz o'tgan yillar dastur shakllantirib bo'lgan paytda srochni ikkita yo'ldoqidagi maktab bog'cha so'raladi. Mana Jinjaktepadagi maktabdan bog'chani kirgizib oldik. Jinjaktepada eng og'ir edi. Maktabda ham og'ir edi, bog'chasi yo'q.
O'sha yerda hozir Injektepada bitta maktab yangi qurilyapti, bitta yangi bog'cha qurilyapti. Keyin yana bir zo'rish qildik Injektepani koeffitsiyenti yetarli ekan, yangi bog'cha, yangi qurilayotgan maktabimiz bemalol yetadi. Keyin eski maktab joyini oldingda, eski maktabda bog'cha qilib olamiz dedik. Injektepada ikkita bog'cha bo'ladi, bittasi Mingchinorda degan maktab bor, o'shanga yaqin joyda bog'chasi bo'ladi. Yillar xudo olasa mana tashrif oldi, tashrif davomida bunaqangi muammolar yechib qoladi. So'raydi, ya'ni qaysi maktabga biz beraylik. Qo'shimcha sifatida nima Siroj birinchi mana shuni qo'yib o'tishimiz. Tashrifga turib ketdi. Yigitlik joyda haqiqatan o'rgangan o'qiman joyi va maktabning joyi o'zgarib chiqqan. Taklifini bergan, tashrifga ketgan. Endi kirgizadigan bo'lsa, eng muhimi shuni deb beringlar-da. Tushunarli. Keyin yana bitta ish rejamiz bor, hozir bu sessiyaga ulgurmadi. Yangisul mahallasida juda aholini nimasi bor. Taraf bo'lib kanal bu tomon boshqa taraf, bu tomon boshqa tomon. Mahalla bilan ham chiqish olmaydi. O'zi kanal bu tomoni Boburga Neftchilarga tortadi. Ana pishloq deydi, bu yoqqa o'zbek deydi, bir-biri bilan shunday chiqish olmaydi. Nimalarni saylovlarda ma'lumot qo'yadi. Shuning uchun hozir biz topshiriq qildik. Bobur eng kichkina mahalla hozir bizda. Aholisi ham mahallasi. Kanal bu tomonini Bobur mahallasiga qo'shamiz chegarasini. Bobur mahallasiga qarang. O'zi aholisi ham, xalqi ham ularga tortadi. Bobur xalqida ko'proq qarang. Muhit shunday. Buni qaytaramiz. Bormaydi endi bu mahalla bu tomon. Borsa qo'l soladi sen. Qanday mahalla aytsam, yo'q kelmaydi. Shuning uchun ajratamizda buni alohida qilib, keyin Boburda o'ziga ham bitta maktab kerak. 5-maktabda sig'may qolamiz ular. Kattalashib ketgan. Boburda o'zida mana stadioni bor, o'sha stadiondan men joy topaman. Bobur mahallasida o'ziga bitta alohida maktab, u ham rejamiz. Bobur mahallasi. Maktab stadioni ham bo'ladi, ham maktab ham bo'ladi. Isitishlarni ayollar berdik. Baribir muammo borda shu yerda. Keyingi sessiyada xudo xolasa tayyor bo'ladi, chegarasini o'zgartiramiz. Bizda ikkita